Uyat bo'lsa ham aytaman loyihasining bugungi mehmoni tinib tinchimas aktrisa Zamira Beshiyeva. Hormang Zamira. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Xo'sh, bugun Uyat bo'lsa ham aytaman loyihamizga nima voqeani aytib berasiz? Ko'rib chiqdim sahifalarni va ko'plab narsalar aylanishib chiqdi. Aytsam ekan deb. Va menimcha kuzatuvchilarga kino bilan bog'liq bo'lgan voqealar qiziqarliroq bo'lib kerak bo'ladi. Birinchi hayolimga kelgan narsa O'tov filmi bilan bog'liq bo'ldi. Plyonkaga olingan filmlardan, so'nggi filmlardan desa ham bo'ladi. Plyonka juda ham sezuvchan bo'ladi. Kichkinagina qilingan joyi ham sezuvchan bo'lib, juda ham yaqqol ko'rsatib beradigan narsa. Aziz Rametov yuziga shapaloq tushirgan sahnamizda suratga olinishi kerak. Ko'pchilik menimcha bu sahnani yaxshi biladi. Quyonga o'xshab, tuynugingdan boshingni chiqarishga qo'rqasan, yana yerdaganingga o'lamanmi? Shu sahna suratga olinayotganda Aziz endi meni partnyorim aktyor sifatida menga yordam bermoqchi bo'ldi va nimadir qitmir gap gapirdi. Haqiqatdan jahlim chiqib ketib, yuziga haqiqiy shunaqangi shapaloq tushiribmanki, yuzi qip-qizil bo'lib qoldi. Shunda barmoqlarim ezib yuzida qolgan. Va boshqa urmang deb hazil-huzullar qilib, yarim yolg'on, yarim chin qilib, va hammani ustimdan kulishgan, rahmatlar aytishgan. Eng muhimi shu esda qolarli voqea bo'ldi. Hali gaplarning orasida qo'shib qolsak, biron bir davralarda Aziz Rametov, bu qizni ehtiyot bo'linglar, yomon shapaloq tushiradi deb qo'yadilar. Shuning uchun filmlarda suratga olinganlarda ba'zida haqiqiy shapaloqlar ham bo'lib turadi. Va uning orqasidan mana shunaqa qiyinchiliklarga ham duch kelib qolamiz.